Otamning do'sti meni kechasi uyda yolg'iz topib olganida menga nima qildi? Mening ismim Dipa. Men Chicheskotda yashayman. Men 25 yoshdaman. Ota-onam va qaynog'am bilan yashayman. Yaqinda o'qishni tugatdim, lekin hali biron bir ishga ariza topshirmadim. Otam temir yo'lda ishlaydi va akamning ma'lumoti past, shuning uchun u qayerda ish topsa ham yordamga qo'lini cho'zadi. Hayotimiz yaxshi ketayotgan edi. Barchamiz juda xursand edik, lekin biz bilan hech qachon tasavvur qilmagan narsa bo'lardi. Bir kuni otam kampurga ko'chirildi. Shuning uchun biz uyimizni tashlab, kampurga borishga majbur bo'ldik. Endi biz kampurda ijaraga olingan uyda yashayapmiz. Endi biroz ish qilib, oilamga yordam beraman deb o'yladim. Ish qidirishdan charchadim, lekin hech qanday ish topolmadim. Uyga xafa bo'lib qaytdim. Ota-onam menga xavotir olmang, biron joyda ish topiladi deyishdi. Bir kuni tomga o'tirib, ish haqida o'ylayotgan edim, qishloqdan qo'ng'iroq qilishdi. Otamning singlisining sog'lig'i juda yomon. Buni eshitib, onam va akamga tezda qishloqqa ketishlarini aytdim. Uyda faqat men va otam qoldik. Qishloqqa yetib borgach, onam qo'ng'iroq qilib, uning sog'ayib ketishi uchun kamida 20 kun kerakligini aytdi. Onam menga otamga qaramasligimni aytdi. Otam har kecha yotishdan oldin spirtli ichimlik ichadi. Ichib bo'lgach, u shunchalik tushunarsiz bo'lib qoladiki, hech narsani tushunmaydi. Ba'zan shimiga siydik chiqaradi. Shuning uchun men unga qarashim kerak. Bir kuni otam ofisdan kelib, ertaga do'sti kelishini aytdi. Men otam hozir spirtli ichimlik ichishni rejalashtirayotgan deb o'yladim. Ertasi kuni otam bir kun dam oldi. Otam bilan ikkalamiz ham ovqatlanib uxlab qoldik. Ertalab uy vazifamni bajarayotganimda eshik qo'ng'irog'i jiringladi. Eshikni ochsam, u yerda 35-40 yoshlardagi bir erkak turganini ko'rdim. U "Siz Vijayning qizisiz?" deb so'radi. Men "Ha" dedim. Keyin "Kimsiz?" deb so'radim. U "Men otangizning do'stiman" dedi. Men bu kecha otam haqida gapirgan odam deb o'yladim. Men uni kutib oldim. U "Baxtli bo'ling" dedi. Keyin uning menga biroz boshqacha qarayotganini payqadim. U mening tanamga qayta-qayta qaradi. Balki u menga shunday qarayapti deb o'yladim. Shuning uchun unchalik e'tibor bermadim. Shu payt otam kelib, "Xush kelibsiz" dedi. Ikkalasi bir-birini quchoqlashdi. Men ham ularni ko'rib xursand bo'ldim. Dadam menga "Dipa, choy damla" dedi. Men choy damlagani bordim. Ikkalasi ham gaplasha boshlashdi. Choy damlaganimda ikkalasining ham kulayotganini ko'rdim. Avval dadamga choy berdim. Keyin uning do'stiga choy berganimda, u yana ko'kragimga qaraganini ko'rdim. Keyin u "Vijay, qizingiz ancha katta bo'lib qoldi. U necha yoshda?" dedi. Dadam qizi 25 yoshda ekanligini aytdi. Do'sti uni tez orada turmushga berishi kerakligini aytdi. Buni eshitib, ozgina jilmayib xonamga kirdim. Dadam va uning do'sti kun bo'yi gaplashishdi. Kech kirganda, bugun ikkalasi ziyofat qilishadi deb o'yladim. Dadam menga "Dipa, piyoz to'g'rab, likopchaga namkin olib kel" dedi. Dadam bir shisha ichimlik olib, oldiga qo'yganini ko'rdim. Ikkalasi ham stolda o'tirib ovqatlanib ichishni boshlashdi. Dadam ko'p ichimlik ichmasligidan qo'rqardim. Ikkalasi ham asta-sekin butun shishani birga ichishdi. Ikkalasi ham mast edilar va hech narsani sezishmasdi. Dadam har kuni ichardi. Shuning uchun qandaydir yo'l bilan uni uyga olib borib uxlatib qo'ydim. Lekin do'stining mastligi shunchalik kuchli ediki, u hatto uyga ham qayta olmasdi. Men uni otamning tengdoshi deb o'yladim va bugun u bilan uyda uxlayman deb o'yladim. Uni uyga olib ketishga harakat qildim, lekin u shunchalik og'ir ediki, men uni boshqara olmadim. Men uddalay olmadim. U o'ziga nimadir deb pichirlardi. Qattiq harakat qilsa ham o'rnidan tura olmadi. Yana urinib ko'raman deb o'yladim. Uni o'rnidan turishga juda ko'p harakat qildim. U to'satdan ikkala qo'lini belimga qo'ydi. Men uni juda mast deb o'ylagandim. Shuning uchun ham shunday qilyapti deb o'yladim. Lekin u sekin qo'llarini orqamga qo'yib, qattiq bosa boshladi. Men "Amaki, nima qilyapsan?" dedim va to'satdan uni itarib yubordim. U divanga yiqildi. Men uni juda mast deb o'ylagandim. Shuning uchun ham bunday qilyapti deb o'yladim. Uning xatti harakatlarini ko'rib qo'rqib ketdim. Uni tezda divanga yotqizib, ustiga choy shab qo'ydim. Keyin xonamga borib uxlab qoldim. Ertalab erta uyg'onib, otam ham uning do'sti ham uxlayotganini ko'rdim. Choy damlab ularni uyg'otib choy berdim. Ikkalasi ham tetiklashgandek his qilishdi. Dadam navbatchilikka tayyorlana boshladi. U menga "Bor, nonushta tayyorla" dedi. Nonushta tayyorlaganim zahoti otamning do'sti ko'kragimga qayta-qayta qarab turganini ko'rdim. Nima uchun bunday qilayotganini tushunmadim. Ko'zimni pastga tushirdim. To'satdan telefon jiringladi. Qo'ng'iroq qilgan akam edi. U onamning ham amakimning ham sog'lig'i yomonlashdi. Tezda qishloqqa kelishingiz kerak dedi. Men otamga aytdim. Otam "Siz shu yerda qoling. Men qishloqqa yolg'iz boraman" dedi.
Men dada, men qanday qilib bu yerda yolg'iz qolaman? Men qizman va qo'rqaman, dedim. Otam xavotir olmang, bu do'stim ta'tilda. Unga ham xona kerak. Men qishloqdan qaytgunimcha shu yerda qoladi, dedi. Otamning do'sti mayli dedi. Otam qizimga qara, hech qanday muammo bo'lmasligi uchun, dedi. Otamning do'sti Vijay xavotir olmang, men sizning qizingizni o'z qizimdek qarayman, dedi. Keyin otam qishloqqa jo'nab ketdi. Uyda faqat men va otamning do'sti qoldik. Men o'sha amakiga ovqat pishiraman dedim. Amaki mayli dedi. Men ovqat pishirib olib keldim va ikkalamiz ham o'tirib ovqatlana boshladik. Ovqatlanayotganda amakim menga qayta-qayta qarab turardi. U Dipa Beti, juda chiroyli ko'rinasiz. Men unga minnatdorchilik bildirdim. Keyin amaki, kecha juda ko'p spirtli ichimlik ichdingiz, dedim. U jilmayib, Dipa, men bugundan boshlab biroz kamroq ichaman. Birozdan keyin kech bo'ldi. Amaki, Dipa, menga bir likopcha piyoz va namkin olib keling, dedi. Amakim yana spirtli ichimlik ichishni qaror qilganini tushundim. Men namkin va piyoz olib kelib unga berdim. Har kuni ichadigan spirtli ichimlik tarkibida nima borligini so'radim. Amakim, ha, ichish juda yoqimli, dedi. Men rostdanmi, dedim. O, Dipa, bir marta sinab ko'ring. Amakim juda ko'p harakat qildi. Men nihoyat rozi bo'ldim. Amakim bilan birga o'tirdik. U menga bir stakan spirtli ichimlik berdi va men uni ichdim. Spirtli ichimlikni ichishim bilan boshim aylana boshladi. Shu tarzda ikkalamiz ham butun shishani ichdik. Boshim aylana boshladi va hatto to'g'ri tura olmay qoldim. Amakim yonimga kelib, Dipa, xavotir olmang, onangiz va amakingiz yaxshi bo'ladi, dedi. Keyin u meni quchoqlab, mahkam quchoqladi. U ikkala qo'lini belimga qo'yib, xavotir olma qizim, men sen bilanman, dedi. Men shunchalik mast edimki, hatto to'g'ri yura olmasdim. Yiqildim. Tog'am meni yelkasiga ko'tarib, xonasiga olib kirdi va yotqizdi. Eshikni yopdi. U menga adyol berdi va o'zi adyol ostiga kirdi. Ikkalamiz ham karavotda yotdik va adyolga o'ralgan holda uxlab qoldik. Tog'am juda sovuq his qilardi. Shuning uchun u meni mahkam quchoqladi. Men hech narsani tushunmadim va qachon uxlab qolganimni ham bilmadim. Ertalab uyg'onib, qo'llarim va oyoqlarim juda og'riyotganini ko'rdim. Tog'am yonimda uxlayotganini ko'rdim. U butunlay yechinmagan holda yotardi. Qo'rquvdan titradim. Keyin kiyimlarimning yarmi ham yechinmaganini ko'rdim. Men yanada asabiylashdim. To'shakdan turishim bilan o'zimni juda yomon his qila boshladim. O'sha kecha tog'am bilan o'rtamizda nimadir bo'lganini angladim. Qo'rquvdan yig'lay boshladim va agar oilam bilsa nima qilaman deb o'yladim. Keyin tezda cho'mildim va tayyorlandim. Chiqishim bilan u yerda amakimni ko'rdim. U kecha spirtli ichimliklarni yoqtirganini so'radi. Qanday uxladingiz? Men ichib katta xato qildim dedim. Amakim, hech narsa bo'lmadi. Kecha juda xursand bo'ldim. Bu mening hayotimdagi eng muhim kun edi. Yarim soatdan keyin dadam qaytib keldi. Chiqishi bilan dadam onam va singlim hazırlash ekanligini aytdi. Keyin dadam amakidan, "Qizim sizga biron bir muammo tug'dirmadimi?" deb so'radi. Amakim jilmayib, "Yo'q, Dipa juda xotirjam va sodda. U menga umuman muammo tug'dirmadi. Men hamma narsani tushundim." Xonamga kirdim. Dadamning do'sti ham uning uyiga bordi. Men o'tirib, hech qanday holatda spirtli ichimlik ichmasligim kerak deb o'yladim. Bugundan boshlab hech qachon bunday xatoga yo'l qo'ymayman.